Yegani yaratquchi Abduri Yarmuhammad Jaloliddin. Planlag'uchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. Mas'ul muharrirlari Dr. Abdul Aziz Rahmatullah, Abduali Sayed, korrektor Abduali Sayed, bat va muqovil loyihaligüchi A. Aqxon. Koinot daliliga doir e'tirozlarga javob. Olamning hodis ekanligi ilm-fanda isbotlangan haqiqatga aylangan bo'lsa-mu, biroq hodisani paydo qilgan sababni e'tirof qilmaydigan ba'zi e'tirozlarmi yo'q emas. Aytganimizdek, e'tirozlarning to'lisi olamning hodis ekanligiga qoyil, ammo uning yaratquchidan boshqa omillar bo'lishini da'vo qilguvchilar tomonidan tashlangan bo'lib, biz ularning bu vaqtdagi ilm-fan siyoqida o'ttirg'a tashlagan da'volarga ularning tilida qaytarilgan javoblar orqali raddiya berib o'tamiz. İlim-fan orqali atizmchi yo'nalishni himoya qilguvchi ilm-fanchilarning olamning paydo qilguvchisi borligiga doir g'olliq e'tirozlarni tuvandagi nuqtalarga yig'inchoqlash mumkin. Birinchi e'tiroz. Olam azaliy manbadan kelgan, shunga u yaratquchiga muhtoj emas. Koinot daliliga doir e'tirozlarning mashhuri olamning boshlanishi azaliy manbadan kelgan, shunga olam paydo qilguvchi, ya'ni yaratquchiga muhtoj emas degan e'tirozdir. Ilm-fanning atizmchilarning xolimasligiga boqmay, olamning boshlanishi borligini dalillab chiqishi, ularni o'tmishdagilarning olamning azaliyligi haqidagi davri o'tgan qarashlarga bo'yin so'zishdan voz kechtirdi. Biroq ular ilm-fan maydonida turib, o'z tarafini aqlashga urindi va natijada olamning boshlanishi Xudodan boshqa azaliy manbadan kelgan deyishga dalil sifatida bir qancha ilmiy farazlarni ko'tarib chiqishdi. Davri olam farzi va bu vaqtdagi farazlar ichidagi eng asoslilardan biri deyish mumkin. Mazkur faraz olamning paydo bo'lishini tushuntirishda cho'ng portlash ta'limotiga o'xshab ketadigan bo'lib, farazlarga binoan cho'ng portlashdan olam bino bo'lib, undan keyin yana cho'ng go'mirilish paydo bo'lgan va olamni asldagi g'ayri nuqta holatiga akilib qo'ygan. Ondan yana bir cho'ng portlash yuz berib, olam paydo bo'lib, orqadan yana cho'ng go'mirilish yuz berib, asliga qaytib degandek to'xtamay davriy qilish uzilmagan. Mana bu xil zanjirsimon davriy qilishlar cheksiz o'tmishga ega. Buningdan olamning paydo qilg'uchiga ehtiyoji bo'lmaganligini bilgil bo'ladi degan faraz o'ttirg'a qo'yildi. Halbuki bu xil faraz o'ttirg'a qo'yilib uzun o'tmayla ko'plagan ilm-fan olimlari tomonidan kuchli rad qilinishga uchradi. Hatto ma'lumotlarga ko'ra 1963-yili Rossiyalik ikki olim mazkur faraz haqidagi tadqiqotini o'ttirg'a qo'yib bo'lib, 7 yil o'tgandan keyin mazkur farazni isbotlashga amalsiz qolganlik vajidan mazkur farazning ilmiy da'vo ekanligidan yenib olishdi. Davriy olam nazariyasini ikkinchi bir xil faraz bilan izohlaydiganlar chiqishdi. U bo'lsa-mu, hozirgi koinotning shakllanishiga sabab bo'lgan eng cho'ng portlash yuz bergan haliqi g'ayriy nuqtaning azaldan mavjud ekanligini, shunga olamning paydo qilg'uchiga ehtiyoj yo'qligini da'vo qilish bo'ldi. Biroq bu xil farazning puttirib tura olishi uchunmi mazkur g'ayriy nuqtaning cheksiz o'tmishga ega azaliy ekanligini isbotlab berish kerak bo'lib, natijada bu xil faraz ahlimi da'volarni tutamliq dalil bilan isbotlay olmadi. Taqa bu vaqtda 3-farazni o'ylashganlarmi bo'ldi. Ularning bu farazcha koinot faqat bir bo'lmasdan, aslida bu yerda talaylagan koinot bor. Biz biladigan koinot ashu koinotlarning biri. Koinotlarning hammasi aslidagi ana koinotga bog'langan va ashu ana koinotdan paydo bo'lgan bo'ladi. Bu yerdagi azaliy manba ana koinot shu deganlar bo'ldi. Mana bu ko'p sonliq olam nazariyasining har xil variantlar ichidagi bir turi edi. Halbuki ko'p sonliq olam tasavvuri ilmiy da'vo bo'lmaganlikdan ko'plagan ilm-fan olimlar tomonidan rad qilingan va rad qilinib kelinayotgan farazlarning biri bo'lib, olamshunoslar mazkur farazni ilmiy da'vo bo'lmasdan, balki ilmiy fantaziya, ya'ni xiyoliy narsa deb baho berishgan. Kishini taxim ajablantirdigani bu qarashni davrning nodir shaxslaridan deb qaralayotgan Stephen Hawkingning 2010-yili e'lon qilgan Buyuk loyiha nomli asarida olamning yaratquchisiz o'zini o'zi yarata oladiganligini dalillashda bayon qilishi bo'ldi. Asarda Hawking koinot qurilmasining hayotlikning borliqqa kelishiga munosibligini dalillab, uning bu xil intizom va loyiha ichida hayotlik makoni bo'la olishidagi omilni ko'p sonliq koinot farzi bo'yicha izohlashga urindi. Doktor Amir Sharif Hawkingning bu xil maydoni haqida to'xtalib mundaq deydi. Hawkingning ko'p koinot farzidek ilm-fan hukmlariga yaqinmi kelmaydigan falsafaviyligi ojiz bir farazni o'z qarashini dalillashga ishiltishi bizni afsuslantirdi. Amaliyotda ko'p sonliq olam farzi zo'r ko'pchilik olimlar tomonidan rad qilingan qarash bo'lib, bu o'z navbatida materializmchi ilm-fanchilarning koinotning boshlanish sababini izohlash hamda koinotning hayotlikqa mos keladigan muhitda yorilishidagi sababni tushuntirishda masalaning mohiyatli yechimini Xudodan boshqa moddiy manbadan izlashga tirishish yo'lidagi bir turlik urinishlar ekanligini ko'rsatdi. Fan bilimlar faylasufi John Leslie
mazkur nuqtaga ishorat qilib mundoq deydi: koinot va hayotlikning maydonga kelishini hamda insonning paydo bo'lishidagi sirni tushunishda oldimizga mundoq ikki xil ehtimollar kelishi muqarrarlashmoqda. Birinchi, koinotni hayotlik va insonning mavjud bo'lishiga mos qilib tayyorlab bergan Xudoning borligiga ishonish. Ikkinchi, David Dach o'ttirg'a qo'ygan ko'p sonliq olam farziga tayinish. Ko'p sonliq olam tasavvurining navbatda ko'plagan ilm-fan olimlar tarafidan tanqidga uchrayotganligi bir amaliyot. Alayliq olamshunoslik sohasida kuchli nufuzga ega olimlardan Pilbis mundoq deydi: olamning boshlanishining azaliy manbasi borligi haqidagi tadqiqot sunilmalari bir turlik farazlar dovisi xolos. Bu xil farazlar orqasida na ilmiy haqiqat, na ilmiy uchur yotgan emas. Hatto uni ma'qul deb anglab qo'yg'uvchiligi bor ilmiy mulohiza deb ketganimi bo'lmaydi. Uni ilm-fan qarashlari qatoridan degandan ko'ra fantaziyali tasavvurlar toifasidan degan tuzukroq. Mashhur fizik olimlardan John Polkinghorn ko'p sonliq olam tasavvurini ilmiy fantaziya deb qaraydiganligini, uni fizika sohasidagi masalalar qatori sanashga bo'lmaydiganligini muayyanlashtirdi. Germaniyalik faylasuf Richard Swedenborg mazkur nazariyaga ifoda bildirib mundoq deydi: koinotimizdagi bu qadar intizomchanlikning tagiga yetish uchun yagona yaratuvchi Ilohning borligini tasdiqlash o'rniga trillionlagan koinotlarni faraz qilib olish uchiga chiqqan bema'nilikdir. Astronomiya olimi Edward Harrison aytadi: navbatda bir bo'lsa milliardlagan koinotlarning bo'lishini taqozo qiladigan bema'ni tasadduqlikni tanlash yoki bir ilohning bo'lishini taqozo qilg'uvchi dana loyihani tanlashdan iborat ikki yo'l bor. Qaysini tanlash o'zingga qoldi. Astronomiya sohasida Nobel mukofotiga erishgan fizika olimi Arno Panzias mazkur farazni kuchli rad qilg'uvchilardan bo'lib, u bu xil faraz tarafdorlariga koyib mundoq deydi: ba'zilar koinotning maqsadlik yaralganligini tan olishdan qochib, bizga to'limi yiroq va tekshirib aniqlag'ilimi bo'lmaydigan ehtimollarni tanlab turib olmoqda. Ko'p sonliq olam farzi orqali olamni paydo qilguvchining Xudodan boshqa manba bo'lish ehtimolligi haqidagi mazkur faraz darvaqa ko'plagan ilm-fan ahli tarafidan e'tirofga erishmagan bir turli tasavvur o'rinishlaridir. Navoda bu tasavvur yuqoridek har xil variantlar bilan kelgusida isbotlanishga erishgan taqdirdami, ko'p sonliq olam nazariyasiga baribir isbotlangandan keyingi maydonga keladigan oqibatlarda yana o'xshashli azaliy manbaning qandoqsiga olamni paydo qilib qolganligini va shuncha koinotlar ichida bizning koinotimizning hozirgidek shakllanishiga nima sabablar turtki bo'lganligini hamda qandoq omillar tufayli munosib kelib qolganligini isbotlab berish mas'uliyati yuklandi. Demak, bu xil ahvoldami ko'p sonliq koinot nazariyasini da'vo qilguvchilarning olamning paydo bo'lishidagi sababni faraz va tasavvur aralashtirmasdan ilmiy isbotlab berishi talab qilindi. Faylasuf John Leslie ko'p sonliq koinot nazariyasi tarafdorlarini oxirgi nuqtagacha qistab berib, ularning o'z farazlariga isbotliq yeb uchi topgan taqdirdami, ularning baribir tanqislikda qolishining muqarrar ekanligi haqidagi so'zida mundoq deydi: navoda ko'p sonliq olam haqidagi farazlar ilmiy isbotlanib chiqdi degan taqdirdami, ular yanada ashu talaylagan koinotlarning qanday qilib mavjud bo'lganligini, nima uchun shuncha koinot ichidan birli koinotning hayotlikning barpo bo'lishiga mos kelib qolganligini izohlashga davomli turda majbur. Amaliyotda bu bechoralarning qilayotganlarining hammasi Xudoga bo'lgan ehtiyojni yana bir qadam oldiga surib berishi bo'layotidi xolos. Ma'lum ma'nodan aytganda, yuqoriqilar bizga otizmchi ilm-fanchilarning ilmiy reallik oldida koinotni paydo qilgan haqiqiy sababni e'tirof qilishdek, samimiyatga kelish tugul, aksicha aqlga uyg'un kelishda yaratquchining mavjudligidan yiroq bo'lgan ehtimollarga bo'yin so'zib, tipirlab beqiyotganligini ko'rsatib bermoqda. Mohiyatda bularning ahvolini faylasuf Antoni Flo misol qilib keltirgan munda qisqarliq misolga o'xshatish mumkin. Misolda bir o'quvchi o'qituvchisi bergan topshiriqni o'rinlamay daftarni yo'shirib qo'yib darsga keladi va o'qituvchisiga yo'lda bir itning hujumiga duch kelib, itning topshiriq daftarini yeyotganligini bahona qiladi. O'qituvchi mazkur o'quvchining so'ziga chin bitmaganida o'quvchi hikoyasini o'zgartirib, aslida hujum qilgan itning aslida bir emas, balki bir to'p itlar ekanligini bahona qilib turib oladi. O'qituvchi bu yerda o'quvchining birli itning hujum qilganlik bahonasiga ishonmadi. O'quvchi dastlab ko'rsatgan bahonasining aqmaganligini bildida, orqadan aslida hujum qilganning bir to'p itlar ekanligida ching turish orqali bahona ko'rsatdi. Ikkinchi e'tiroz: har qanday hodisning mavjudligi uchun cho'qim uni paydo qilgan azaliy manba bo'lish kerak emas.
Alamning hadis ekanligi ilm bandimi isbotlangandan keyin koinotdan iborat hadisning Xudoni manba qilganligini idrok qilg'isi yo'q atizimchilar yuqorqidagi farazda o'ttirg'a qo'ygan nazariyalarning tutamsizligini ko'rgandan keyin mavjudiyatning sababsiz bar bo'lishini da'vo qilishdan boshqa chora qolmagandek mana mushunda qop yuraklarcha da'vonimi o'ttirg'a qo'yishdi. Ular mazkur da'vosini puttira turg'izish uchun ilm bandga iltijo qilishdi-da, bu vaqtda bir qator farazlarni o'ttirg'a qo'yishdi. Farazlar ichida mashhurroqi atizmchi fizikantlar tomonidan o'ttirg'a qo'yilgan kvanit bo'shliqi deb atalgan farazdir. Ular bu faraz orqali olamning paydo qilg'uvchisizmi o'z-o'zidan bar bo'lishini dalillashga urinishdi. Atizmchilar mazkur farazni dalillashda kvanit fizikasiga tayangan bo'lib, ular bu vaqtda atomdagi ushshaq zarrachalar kvanit bo'shliqida o'z-o'zidan yoshirin holatda paydo bo'lgan. Bu xil paydo bo'lish olamning yo'qdan paydo bo'lish ehtimolligini ko'rsatadi degan taxminni o'ttirg'a qo'yishdi. Albatta, Hawking bu xil farazni mazkur yo'nalish bo'yicha izohlab, olamning o'zi yo'qdan bar qila oladiganligini ko'rsatib o'tgan va bu tasviriga koinotning kvanitlashgan modeli deb nom bergan edi. Doktor Amir Sharif mundaq deydi: Hawkingning farosat babidagi o'tkirligi va boshqa bir qanchalagan omillarni nazarga olganda, uning davr odami ekanligiga gap ketmaydi. Biroq uning shuncha nufuzimi Angliya xon jamoati astronomiya tadqiqot jamiyati raisi Herbert tarafidan uning koinotning o'zi yo'qdan bar qilganligi haqidagi tasviriga qarata tanqid qilishini to'sib qola olmadi. Herbert apandi Hawkingning mazkur farazdagi mantiqiy zidliklarga raddiya berib, uning mazkur farazini bitchit qildi. Qisqasi, mazkur e'tirozdagi kvanit bo'shliqi farzi bo'yicha olamni o'zi yo'qdan bar qilgan deyish ilm-fan olimlar tomonidan rad qilingan hamda ular bu xil da'volarning har turli izohlariga raddiya bergan. Fizika va olamshunoslik ilmiy mutaxassisi Paul Davis bu xil kvanit bo'shliqi haqidagi farazlarni butunlay rad qilgan bo'lib, u mazkur kvanit bo'shliqida ushshaq zarrachalarning shakllanganligini, moddaning haqiqiy ma'noda o'zligidan yo'qlikdan borliqqa kelganligini ko'rsatib bermaydiganligini, balki bu yerdagi shakllanishning mazkur bo'shliqda bor energiyaning moddaga o'zgarishidan kelib chiqqan natija ekanligini ko'rsatib o'tadi. U yana kvanit bo'shliqining mutlaq yo'qlik emasligini ko'rsatib o'tadi. Paul yana kvanit bo'shliqidagi energiya qanday paydo bo'lgan, uning manbasi nima? Bo'shliqdagi bu energiyani kontrol qilib turayotgan qonuniyatlarning manbasi-chi degan savollarni tashlash orqali mazkur farazga tayinibla olamni paydo qilg'uvchisiz yo'qlikdan o'z bar qilgan degan safsataga raddiya berdi. Doktor Amir Sharif mundaq deydi: Hawkingning koinotni o'zi yaratgan degan tahlillar haqiqatan ilmiy jihatdanmi, aqliy jihatdanmi og'ir xatoliklarga to'lgan. Uning mavjud emas bir shayning o'zi barliqqa keltira olish haqidagi qarshilar logikaga zid bo'lib, bundaq mantiqsizlik Hawking kabi mashhurlardan sodir bo'lgan taqdirdami o'xshashli mantiqsizlik bo'lib qolaverdi. Egilinishcha, materializmchilarning bu vaqtdagi da'volari atomdagi ushshaq zarrachalarning bir paydo bo'lib, bir yo'qolib degandek, bo'shliqdagi energiyadan xoli mutlaq yo'qlikdan paydo bo'lishining mumkinligini da'vo qilish darajasiga berib yetgan bo'lib, doktor Amir Sharif bu xil turdagi farazlarga raddiya berib kelib mundaq deydi: Navada bu xil faraz keyingi kunlarda ilm-fanda isbotlanib qoldi degan taqdirdami, materializmchilarga har vaqt tuvandagi savolga javob tepish vazifasi tushidi. U bo'lsa-mu, agar ahvol shundoq bo'lgan taqdirda, mazkur mutlaq yo'qlik qanday qilib ashundoq ajoyib xususiyatga ega bo'lib qoldi degandan iborat. Mana bu ilm-fan ahlining yuqorqi ikkinchi e'tirozga bergan javobi. Qaraydigan bo'lsak, mazkur e'tiroz ahlining asosan ilmiy isbotlanmagan faraz va qiyos qatorliqlar orqali yaratquchining o'rniga biror moddiy sababni yoki ojiz bir ehtimollikni dastatish hodisasini sodir qilayotganligini ko'ramiz. Hatto Hawkingga o'xshash nufuzli olimlarning olamning azaliy emasligini muayyanlashtirib va buning bir haqiqatlikni e'tirof qilib turibmi, mazkur hodisani paydo qiluvchi bir kuchning, bir yaratquchining borligini muayyanlashtirish o'rniga masalani logikalik yoki rasmiy isbotga ega bo'lmagan faraz taxminlariga jo'rash orqali yaratquchining mavjudiyatini va uning olamning shakllanishiga qo'l tiqqan bo'lishini tadqiq qilishga urinishi, balki Xudoning mavjudiyatini butunlay inkor qilishi atizmchilarning yuqoridagi xatoliklarni sodir qilayotganligining ifodasi. Shundaqla modda qonuniyatlarini bayqaydigan ilmiy metodni modda emas mavjudiyatga hukm qilishning asosiy quroli qilib olishdek bemanlikni sodir qilayotganligining ifodasi deyishga bo'ladi. Hawking olamshunoslik haqidagi dastlabki asarlarida biz cho'ng portlashdan boshlab yuz bergan ishlarni bilyapmiz. Ilm-fanning ilgirilishi bilan bizning bu vaqtdagi bayqashlarimiz yanada ko'paydi. Biroq
biz shu portlashdan ilgari nimalar bo'lganligini bilishga ojiz. Shuning bilan birga ilm-fanchi tasavvurimizning koinotning shu portlashdan burungi ahvoli haqida biror fikrda bo'lishimiz kerak emas. Biz faqat cho'ng portlashning zamon, ya'ni vaqtning boshlanish nuqtasi ekanligini bilish bilan kifoyalansak bo'ldi deyish orqali olamning azaliy emas, hodis ekanligini muayyanlashtirib turibmi, Xudoni koinotning maydoniga kelishidagi sabab bo'lib qolishidan uzoq tutish uchun masalaga dadil yuzlanishdan o'zini elib qochishi va 2010-yilda e'lon qilgan Buyuk loyiha nomli asarida keskin holda texi ilm-fanda rasmiy isbotlanib haqiqatlanmagan turli taxmin va farazlarni ilm-fan metodi bo'yicha pardozlash orqali Xudoning mavjudiyatini keskin tarzda yo'q deb jakarlashi, hatto buni media vositalarida go'yo ilmiy haqiqatda davron solishi qatorliqlar yuqoridagi adazimchi ilm-fanchilar haqida muayyanlashtirganlarimizni kuchlantirdi. Ya'ni kelib, bu faqat yolg'iz Xalqingdagina sodir bo'layotgan ahvol bo'lmasdan, ko'plagan adazimchi ilm-fanchilarda sodir bo'layotgan taraflardan biri. Bo'libmi, ularda e'tirozlarning faraz taxminidan hal qilmaganligi muayyanlashganda, cho'ng portlashdan ilgirki ahvol haqida izdanish ilm-fanning tadqiqot doirasidagi masala emas deganini da'vo qilish orqali masalaga yuzlanishdan qochish hodisasi bir oz gavdalik bo'lib, ko'pincha ahvolda sog'lom aql va logikaning taqozosi bo'yicha olamning paydo bo'lishida uni paydo qilgan sababni muayyanlashtirish va buni e'tirof qilishdan qochishga yo'l izlash otizimchilar saqlanolmay kelayotgan ilmiysizlik va yoqimsiz pozitsiya bo'lmoqda. Yig'ib aytganda, shay'iylarning qonuniyatini bayqaganlik qonuniyatlarni bekituvchining rolini e'tirof qilmaslikka ilib bormasligi lozim edi. Mayli ko'p koinot farzi bo'lsin yoki yaratquchiga ehtiyojsiz holda yo'qdan bar bo'lish da'vosi bo'lsin, hech birida kishini qoyil qila olgandek ilmiy faktlarni uchratqilib bo'lmaydi. Yuqorida deb o'tganimizdek, masalaning kishini ajablantiradigan va afsuslantiradigan tarafi atizmchilarning olamning boshlanishini boshlatgan yaratquchidan iborat sababi bo'lishini ilm-fan metodi bilan qarama-qarshi deb qarab, shay'ining yo'qlikdan sababsizlik paydo bo'lib qolishini yoki olamning o'zini o'zi yaratishni yoki allaqanday farazlar va isbotdan o'tmagan nazariyalarni ilm-fan metodiga uyg'unlashgan qilib ko'rsatib, buni ilmiy haqiqatda da'vo qilib turib Mana bu mohiyatda sabablanguvchi bilan sabab o'ttirisidagi munosabatning o'zaro aloqasini aniqlash ustiga qurilgan ilm-fanga qilingan kuchli haqorat, aqlga qilingan ig'ir masxaradan boshqa ish emas. Ya'ni kelib, har qanday paydo bo'lg'uchining paydo qilg'uvchisi bo'lish kerakligi tarixdan buyon insonlar yengida ixtilofsiz shaklda o'z-o'zidan ma'lum ishlarning biri bo'lib qabul qilingan masala bo'lishiga qaramay, bu xil aksioma darajadagi muqarrar qonuniyatning yuqorqidek ilm-fanchilar qo'lida payqon qilinishi ilmiy va mantiqiy jihatdan bizni olamning boshlanishi bor va hodis bo'lib turuqliq, uni paydo qilgan azaliy manbaning yo'qdan bar qilguvchi sababning, ya'ni bir yaratquchining bo'lishini inkor qilishni kuchga ega qilish uchun o'tirg'i qo'yilayotgan barliq asossiz farazlar va ojiz nazariyalarni ikkilanmay rad qilishning zo'rligiga elib bordi. Uchinchi e'tiroz. Olamni Xudo yaratgan bo'lsa, Xudoni kim yaratgan? Koinot dalili haqidagi dastlabki bayonimizda olamning yo'qdan paydo bo'lgan hodis ekanligi va hodisani paydo qilguvchi sababning uningdan farqli bo'lish kerakligi, undaq bo'lmaganda cheksiz hodislarning zanjirsimallashishidek bema'nilik kelib chiqadiganligi, shunga hodisni paydo qilgan, ya'ni yo'qdan bar qilgan azaliy mavjudiyatning bo'lish kerakligi qatorliqlarni ta'kidlab o'tgan edik. Mazkur dalil qurilmasida ushbu nuqtani muayyanlashtirishda har qanday hodisani paydo qilguvchi sabab bo'lishi kerak degan qonuniyatga asoslanib turib, tunji sababning Xudo bo'lish kerakligidek zo'rur va keskin xulosani boshqa har xil ehtimollar ichida aqlga eng uyg'un va ilmiy ekanligini dalillash asosida bayon qilib chiqqan edik. Shuni ta'kidlashga arziydi-ki, koinot dalili har bir ilmiy atalg'u va muayyanlashtirmalarda shunchalik inchika va puxta asos ustiga qurilgan aqliy va ilmiy dalildir. Darvaqa, o'tirg'i qo'yilgan aqliy dalillar ilm-fan natijalari bilan kuchli asosga ega bo'lsa-mu, biroq atizmchilar yuqorqi e'tirozlarda ko'rib o'tganimizdek, dalillardagi ilmiy nuqtalarga tutamliq bir shaklda javob qaytara olmadi. Aksicha, e'tirozlari o'zlari e'tirof qiladigan va ishonch bog'lagan ilm-fanchilar tomonidan kuchli raddiyalar bilan mat bo'lishdi. Ular ilm-fanga doir taraflardan tutamliq qusur topolmagach, koinot dalili qurilmasidagi ilmiy asoslardan qusur izlamoqchi va bu orqali koinot dalilining o'lini tavratmoqchi bo'lishdi. Bu vaqtdagi e'tirozlar ichida gavdaliroqki, har shay'ini paydo qilgan sabab bo'lish kerak bo'lsa, undaqda Xudoning sababi kim, uni kim paydo qilgan degandan iborat. Bu xil e'tiroz tarixdan beri dinsizlar, faylasuflar va dinsiz tabiatshunoslar tilida takrorlanib chiqqan
Ahli sunnat aqida olimlari tarafidan loyiqada radiya berish bilan hal qilib kelingan bo'lsa-mu, davrimizda xili nupuzliq ilm-fan olimlari, olamshunoslari va fizika mutaxassislarining tilida savol sifatida qayta takrorlanishi hamda mushundaq bema'ni savolga jiddiy qarab, astoydillik ichida dindorlar oldiga tashlashi kishini hayron qoldiradi. Biz ko'zda tutayotgan ashu nupuzliq ilm-fan olimlari ichida Xavkingmi chetda qolmagan bo'lib, Xavkingdek davrning bir nadir shaxsimi o'z asarlarida Xudoni kim yaratibdi ekan degan e'tirozni ayonmay ilgari surdi. Shunga biz bu xil e'tirozni ilmiy mutaxassis tugul, aqliy jihatdan sog'lom yetilgan odatdagi bir kishining bildirishini muvofiq ko'rmaydigan bo'lishimizga qaramay, turqidan so'z o'yini chiqib turayotgan bu e'tirozlarga yanada javob berishni muvofiq ko'rdik. Bilish lozimki, koinot dalilidagi har bir qurilma asoslar inchika va kuchlik aqliy qoyillik va qanoat ilib kelguvchi asoslardir. Shuni eskartib o'tamizki, mazkur asoslardagi har qanday paydo bo'lg'uchining cho'qim paydo qilg'uchisi bo'ladi-dan iborat hech bir aql egisi inkor qila olmaydigan sabab natija qonuniyatining bo'lishi va Xudoning mavjudiyatining mazkur qonuniyat asosida yakunlanib chiqqanligi hech qanday moddiy olam qonuniyatini cho'qim modda emas mavjudiyatga tatbiqlaganligini ko'rsatib bermaydi. Balki bu moddiy qonuniyat o'lchimini tutqu qilish orqali modda emas mavjudiyatning borligini tepib chiqish hamda logikalik tahlil asosida ilmiy natija hosil qilishdir. Aksicha, bu yerda moddiy shay'larda aks etgan qonuniyatni modda bo'lmagan mavjudiyatga tatbiqlash ahvoli sodir bo'lgani yo'q. Ma'lumki, koinotdan iborat hodisani o'ziga o'xshash yana bir hodisani paydo qilgan, yo'qdan bar qilgan bo'lishi sabab zanjirining cheksizlanishini keltirib chiqardiganligi va buning bema'nilik yo'l ochadiganligi muqarrar. Undaq bo'lgan ekan, koinotda buyuk hodisaviy mavjudiyatni paydo qilgan sabab cho'qimki hodisga o'xshamaydigan farqli bo'lishini taqozo qiladi. Demak, sabab natija qonuniyatiga rioya qiladigan moddiy olam mavjud bo'lgan ekan, yana kelib mazkur moddiy olamning o'zini o'zi yaratishi mumkin bo'lmagan ekan, bu yerda uning mavjudiyatiga o'xshamaydigan, paydo qilinmagan, yaralmagan bir mavjudiyatning bo'lishini aql, garchi bu aql uning mohiyatini tasavvur qila olmasa-mu, cho'qim taqozo qiladi. Ma'lum bo'lganidek, koinot dalilining xulosasida Xudoni uning o'zi yaratganligi yoki uningmi yaralganligi xulosa qilingan bo'lmasdan, balki uning azaliy mavjudiyat bo'lishining zarurligi va uning paydo qilingan hodisga, ya'ni moddiy shay'larga asla o'xshab qolmasligi xulosa qilingandir. Undaqda boshlanishi yo'q, hodisiga o'xshamaydigan, moddiy olam qonuniyatiga bo'ysunish va rioya qilish tabiatiga ega bo'lmagan mutlaq mavjudiyatga moddiy olam qonuniyati bo'yicha hodisani paydo qilgan sababni, ya'ni azaliy sababni paydo qilgan narsa nima degan savol qo'yish aqli sog'lom birining savoli degili bo'lamdi. Albatta bo'lmaydi. Xudoning mavjudiyatining azaliy bo'lishining zarur ekanligi haqidagi dalil o'p-ochiq tursa, bundaq bir savolni qandaqmi aqlga uyg'un degili bo'lsin? Bu xuddi Xudo o'zi ko'tarolmaydigan toshni yarata olamdi deganga o'xshash bema'ni savol va so'z o'yinidir xolos. Chunki olamdagi hodisani yo'qdan bar qilgan qudratga ega sababning azaliy bo'lishini va azaliy mavjudiyatning hodis va mavjudiyatga o'xshab qolmasligi kerakligi, bo'lmasa sabab zanjirining cheksizlashishi maydoniga kelib, bema'nilik yuz berganligi muayyanlashib bo'lgan ahvoldami, moddiy mavjudiyatga chekli qudratning aksicha cheksiz qudratlik mavjudiyatni, hodislik tabiatga ega mavjudiyatning aksicha azaliy mavjudiyatni hodis mavjudiyatga o'xshash sababga muhtoj qilib qo'yish, cheksiz qudrat uqumiga ega cheklik moddiy shay'i bo'lmish toshni misol qilish paradokslikdan boshqa ish emas. Ya'ni bu butunlay logikasizlik va bema'nilikdan boshqa narsa emasdir. Darvaqa koinot dalilining qurilmasini bilgandan keyinmi, yana bu xil savolning tashlanishi mohiyatda yaralg'uchi, ya'ni hodis olam bilan yaratquchi, ya'ni azaliy sabab Xudoning tabiatining hamda bu ikki mavjudiyatning farqiga bormaganlikdan yoki familiyalmaganlikdan kelib chiqayotgan bir turlik paradokslikdir. Bu xil savolning olamshunoslik sohalarida o'rin tikilgan bir qism nupuz egalari tarafidan ilgari surilishi bo'lsa, kishini haqiqatan afsuslantiradi. Doktor Haysam Talat mazkur e'tirozdagi savolga javoban mundaq deydi. Chunki Xudo fiziki sirtidagi mavjudiyat. Undaq ekan, uning tarafidan yo'qdan bar qilingan mavjudotlarga qo'llanilgan qonuniyatlar uningga tatbiqlanmaydi. Ya'ni kelib, har qanday paydo bo'lgan narsaning paydo qilg'uchi sababi bo'ladi-dan iborat aksiomlashgan haqiqat hech qanday o'xishi yo'q zotning mavjudiyatining sababi bo'lmaydiganligi masalasi bilan asla taqishib qolmaydi. Chunki yaratquchi zamon va makonning sirtida. Shundaqla u zamon va makonning paydo qilg'uchisi. Shundaq ekan, u yo'qdan bar qilgan mavjudotlardagi qonuniyatlarning uningga tatbiqlanmaydiganligi pok talab qilmaydigan haqiqatdir. Doktor Ja'far Shayx Idris mundaq deydi.
Şüphesizki Xudoning mavjudiyatiga sabab bo'lg'uvchi omil yoki Xudoning yaratquchisi bor bo'lishi kerakligi haqidagi savollar butunlay ma'nisiz savollardir. Balki bu turdagi savollarni o'zining nima deyotganligini tasavvur qilolmaydiganlarning savoli deyishga bo'ladi. Chunki bu turdagi savollar ajoyib zidlikqa to'lgandir. Chunki sabab demak sabablanguvchi hodisadan ilgari bor mavjudiyat demakdir. Azaliy demak hech nima o'rnidan ilgari mavjud bo'lmagan demakdir. Shundaq ekan, yaratquchining yana yaratquchi sababchisi bormi deyish qandaqmi aqlga uyg'un bo'lsin? Doktor Amir Sharif atizmchi ilm-fan arboblarining hadis olamning mavjudiyatining sababi va manbasi bo'lganidek, Xudoning mavjudiyatining sababi va paydo qilguvchisi bo'lishi kerakligi haqidagi mazkur e'tirozi to'g'riliq to'xtalib mundaq deydi. Şüphesizki atizmchilar mazkur e'tirozni qo'yib beqish orqali logikalik tafakkurning ilmiy prinsiplarini payxon qilishmoqda. Amaliyotda biz bu yerda mavjudiyati yo'qlikdan maydonga kelgan va boshlanishi bor har qanday hodisaning cho'qim sababi, manbasi bo'lishi kerak. Ammo Xudoning mavjudiyati hadis emas, azaliydir. Chunki Xudo sog'lom logika uning mavjud bo'lishining zarurligini ta'kidlaydigan muqarrar mavjudiyatdir deganni ta'kidlayapmiz. Shunga atizmchilar bu yerda cho'ng portlashdan maydonga kelgan koinotdan iborat tunji hadis bilan bu hadisni paydo qilguvchi Xudodan iborat tunji sabab o'ttirisidagi farqni cho'qim ayirib olishlari lozim. Doktor Amir Sharif yana ilm-fan arboblarining yuqorida biz bayon qilgan har turli e'tirozlarga oid javobi va raddiyalarni muayyanlashtirib bo'lgandan keyin ilm-fan sohasida nomi bor atizmchilarning ilm-fannimi, sog'lom logikani payxon qilayotganliklariga, ilmiy va aqliy dalillar oldidimi ularning pas maydon tutib olganliklariga qarata ochiq kinoya qilib mundaq deydi. Xudoya tova 16 asrda bir turkum arboblar ilm-fanning Xudoning mavjudiyati bilan chiqisholmay qolishidan ansirab, ilm-fanga qarshi turishgan edi. Mana amdilikda ilmiy asosi intayin puxta bo'lgan ilm-fan nazariyalarimi ilm-fanchilarning o'zlari tarafidan Xudoning mavjudligining isbotlanib qolishidan ansirab rad qilinishga uchirmoqda. Yana qisman ilm-fan olimlari orasida koinot dalilidagi ba'zi ifoda usullarini boshqacharoq ifodalash orqali mazkur dalilni go'yo zidlikqa egada ko'rsatishga uringan va bu orqali koinot dalilining o'rnini ojizlashtirmoqchi bo'lganlarmi yo'q emas. Bu xil yo'sinda e'tiroz bildiruvchilar ichida o'tmish asrlarda yashagan gumonizm falsafasining vakillaridan David Hume'ni zamonimizda bo'lsa fizika olimlaridan Paul Davis va John D. Barrow qatorliqlarni tilga olishimiz mumkin. Paul Davis bu vaqtdagi e'tirozni mundaq shaklda o'ttirg'a qo'ydi. Koinot dalilini va olamning jazman bir sababi borligini e'tirof qilgan taqdirdami, ammo sababini Xudo deyishda yana bir logikalik qiyinchilik mavjud. Chunki kishilar buning orqasidan Xudoning sababi nima deb so'rasa bo'ladi. Bundaq masalaga qarata odatdagi javob Xudoga sababning lozimi yo'q. Xudo muqarrar yo'sinda mavjud bo'lib, uning sababini uning ichki qismidan izlash kerak degandan iborat bo'ladi. Alamshunoslik dalilining asosi barliq shaylarning jazman bir sababi bo'ladi deb faraz qilish. Ammo az degandimi bir shayga, ya'ni Xudoga sababning lozimi yo'q deb yakun chiqarishdan iborat. Shuning uchun alamshunoslik dalili o'ziga o'zi zid keladi. Amaliyotda Paul tanqidlagan mazkur koinot dalilida biz bayon qilgan shakldan faqat birla so'z almashtirilib bayon qilingan bo'lib, biz ta'kidlagan bayonda har qanday hodisaning paydo qilguvchisi sababi bor degan bo'lsak, Paul mazkur dalilning asosini barliq shaylarning jazman bir sababi bo'ladi deb faraz qilish, deyish orqali asli dalildagi hadis so'zining o'rniga mutlaq holatda Xudo va uningdan o'zga barliq narsalarni o'z ichiga olg'uvchi mavjudiyat ma'nosidagi shay'i so'zini almashtirdi. Hamda bu xil aralashtirib o'tishdan chiqadigan xulosani go'yo zidlikda ko'rsatdi. Halbuki bizning har qanday hadis degan so'zimiz bilan har qanday shay'i degan so'zimiz o'rtasida osmon zamin farq bor. Shay'i hukmi aqida ilmi istilohida Xudo va uningdan boshqa barliq mavjudotni ko'zda tutadi. Hadis hukm bo'lsa, azaliy mavjudiyatdan boshqa, yana Xudodan boshqa barliq mavjudiyatlar ko'zda tutiladi. Agar koinot dalili nazariyasidagi mazkur asos aslidagi qurilmasi bo'yicha bayon qilinganida, Paul ko'zda tutgan zidlik ifodalari butunlay yo'q bo'ladi. Koinot dalili masalasida Hume va uning ilm-fan sohasidagi Paul Davisga o'xshagan tanqidchilarning e'tirozlari haqida doktor Ja'far Shayx Idris maxsus to'xtalib mundaq deydi. Ko'rib turganimizdek, fizika olimi Paul Davis koinot dalilini sog'lom emas deb qaraverishida mazkur pozitsiyasini bir fizika ilmiy mutaxassis sifatida emas, g'arbning bir qism mashhur faylasuflarining so'zlarining ta'siriga uchirg'uvchisi, balki ularning taqlidchisi va naqlchisi sifatida ifodalamoqda. Garchi Paulning o'zimi mazkur dalilning boshqa ifodalash variantlari borligini e'tirof qilsa-mu,
Biroq kitobida mazkur e'tiroziga tushmaydigan boshqa sog'lom va Qur'oniy dalil qurilmalariga ishorat bermagan. Albuki, uning tanlagan iborasining ko'pi o'ttirg'a qo'ygan e'tiroziga uyg'un kelib ketmaydi. Masalan, u har qanday hodisaning sababi bo'lishi kerak. Chunki bu yerda cheksiz sabab zanjirining bo'lishi mumkin emas. Undaq ekan, barliq shaylarning sababi bor degan asosni Xudodan iborat tunji sababga qo'llanish lozim keladi deydi. Bu yerda u har qanday hodisaning sababi bo'lishi kerak degan qurilmani har qanday shayning sababi bo'lishi kerak deganlik bilan bir o'rinda qo'yib olgan bo'lib, amaliyotda ikki so'z orasida zo'r farq bor. Hadis deganlikdan uning cho'qim boshlanishi bor barliq shaylarni ko'rsatganligi o'z-o'zidan ma'lum. Ammo bu har qanday shay'i hadis deganlik bo'lmaydi va har qanday shay'ining cho'qim boshlanishi bor hadis bo'lishi zarur emas. Chunki Alloh azaliy mavjudlik bo'lish bilan birga o'z navbatida bir shay'i, ya'ni mavjudiyatdir. Ey Muhammad, aytqinki, qaysi shay'ining guvohligi eng cho'ng? Aytqinki, Allohning guvohligi eng cho'ng. An'am surasi 19-oyat. Bu xil farqqa asosan har qanday hodisaviy shay'ining cho'qim sababi bo'lishi kerak degan chog'imizda buningda hech qanday zidlikning yo'qligi ma'lum bo'ladi. Navoda mavjudiyatining boshlanishi yo'q shay'larimi bor desak, u chog'da bu xil tabiatga ega shay'i mavjudiyatning sababi bo'lishiga hojat qilmaydi. Ham bundaq da'vomi ahamiyatsiz quruq shuardan boshqa narsa bo'lmay qoladi. Albuki Paulning koinot daliliga qartib aytgan avu e'tirozi Davud Huyumning e'tirozlarining o'z ayni edi. U yana mundaq deydi: e'tiroz bildiruvchining Xudoni kim yaratgan degani amaliyotda o'zidan ilgari hech nima mavjud bo'lmagan bir mavjudiyatdanmi ilgari turg'uvchi bir mavjudiyat bormi deganlikka yoki bo'lmasa uningdan boshqa mavjudiyat yo'q, eng oxirgi mavjudiyatdan keyingi mavjudiyat qaysi deganlikka tang. Ajaba siz bu xil savolda ma'ni bor deb qaramsiz. Navoda siz biriga faqat palonchini tunji bo'lib yugurgan edi desangiz, uning sizdan shundoq, ammo uningdimi baldur kim tunji bo'lib yugurdi deb so'rashi o'rinliqmi? Bu masalami ashunga o'xshaydi. Allohning o'zidan ilgari hech bir shay'i mavjud bo'lmagan azaliy mavjudiyat ekanligiga dalil turg'izilib bo'lgan tursa, qandaqsiga Xudoning sababi qaysi yoki Xudoni kim yaratgan deb savol qo'yg'ili bo'lsin. Mazkur e'tirozda eng hayron qolarlik bo'lgani Paul Davisning e'tiroz usulida dinsizlikni yaqilg'uvchi David Huyumga taqlid qilishidir. Paul va uningdan ilgari o'tgan Huyum qatorliqlarining navoda Alloh sababsiz o'z-o'zidan bar bo'lgan bo'lsa, nima uchun olamni paydo qilg'uvchi zalda o'z-o'zidan bar bo'lsa bo'lmaydi deganga o'xshash e'tirozlari o'ttirg'a tashlansa, buningga shundoq javob berish lozim keladi. Allohning mavjudiyati azaliy mavjudiyat, olamning mavjudiyati bo'lsa hadis mavjudiyatdir. Halbuki bundaq e'tirozlar u ikkalandinmi va boshqalardanmi sodir bo'layotgan bir turlik aralashtirib o'tish hodisasidir. Shunisi aniqki, bu e'tirozlar paydo bo'lgan hadis ekanligi isbotlangan olam bilan azaliyligi muqarrar bo'lgan yaratquchi o'tirisidagi g'oyat zo'r farqni diqqatdan chiqarib qo'yishgan. Yuqoriqilardan mazkur e'tirozning qarmoqqa o'rni bordek ko'ringani bilan amaliyotda kallani qo'chish yoki hukmni astin ustin qilib e'tiroz bildirish orqali koinot dalilining mazmut va sog'lom qurilmasini ojiz ko'rsatishdan boshqaga yaramaydigan bir turlik bema'ni e'tiroz ekanligini ko'rib olamiz. Yana bir nuqta shuki, biz yuqorida bu xil so'z o'yini hidi kelib turadigan e'tirozlarning go'yo Xudo o'zi ko'tarolmaydigan toshni yarata olamdi-ga o'xshash paradokslik savollar ekanligini muayyanlashtirib o'tdik va savolning ma'lum logikali xatoligiga ishorat berdik. Biz bu tosh misol qilingan e'tiroz haqida doktor Ja'farning radiyalarini keltirish orqali 3-e'tiroz va u cho'ridaydigan masalalar to'g'risidagi bayonimizni oxirlashtiramiz. Doktor Ja'far bu vaqtda mundaq deydi: biz jazmanki Alloh har narsaga qodir degan vaqtimizda Xudoning mavjudiyatini inkor qilguvchidan biri qopib, ajaba Xudoyinglar o'zi midirlatolmaydigan toshni yarata olamdi deb savol tashlaydi. Halbuki savol qo'yguvchi bizni Xudo hammaga qodir bo'lib ketmaydi degan nuqtaga apirib qistiya olmayman deb o'ylaydi. Chunki u bizni ha yoki yo'q deb javob berishdan boshqa yo'li yo'q, qaysini desa o'xshashlik kutgan natijaga erishiman deb o'ylab qoladi. Amaliyotda biz ha yarata oladi desak, u bizga undaqda bu yerda Xudo qila olmaydigan ishmi bor ekan, u yaratgan tashini midirlatolmaydi deb turib olmoqchi. Biz navoda yo'q yarata olmaydi desak, u chog'da bizga mana Xudo qila olmaydigan ishmi bor ekan, demak Xudo hammaga qodir bo'lolmagan bo'ldi deb turib olmoqchi. Ammo biz bu savolga ha yoki yo'q degan har ikkala javobni bermaymiz. Balki biz deymizki, sening savoling ichki zidlikqa to'lgan paradokslik bir savol. Bunday ishni tasavvur qilish mohiyatda aqlga butunlay uyg'un kelmaydi. Chunki Allohning qudrati yuz berishi tasavvuriga tushmaydigan ishlarga munosabatlashtirilmaydi. Balki ilohiy qudrat aql inkor qilmaydigan ishlarga munosabatlidir.
aqlda tasavvur qilish mumkin bo'lmaydigan shaylar Xudoga nisbatan qiladi yoki qilmaydi degili bo'ladigan reallikda mavjudiyat bor shaylar emas. Nima uchun bunday deymiz? Chunki savolning ma'nosi hammaga qodir Xudo ba'zi ishlarga qodir bo'la olamdi deganlik yoki bo'lmasa hammaga qudrat yetadigan Xudo hammaga qodirlik tabiatiga chek qo'ya olamdi deganlikdir. Bunday gaplarning hammasi amaliyotda bir paradoks. Keyingisi oldingisini inkor qiladigan so'zlardir. Yana kelib, yaratquchi midiltalmaydigan toshning mavjud bo'lishimi aqlda tasavvur qilish mumkin bo'lmaydigan bir ish. Nima uchun? Chunki yaratquchi hammaga qodir degan ekanmiz. Bu gapning ma'nosi uning qudratining cheki yo'q deganlik bo'ladi. Shunga yaratquchi midiltalmaydigan toshni faraz qilib beqish aqlda o'rni yo'q bir narsani faraz qilib olishdir. Chunki bundaq faraz mohiyatda cheksiz qudratdanmi buyuk qudratning midiltalishiga ehtiyojli bir narsani faraz qilib olishdan boshqa narsa bo'lmaydi. Bu masalani yana bundaqmi tahlil qilib boqaylik. Bino salmoqchi bo'lgan bir inson o'zi midiltalmaydigan bir binoni sala olamdi. Buning javobi albatta sala oladi. Hamda buning aql tasavvur qila olmaydigan hech bir yeri yo'q. Biroq bu bino salishga ketadigan asli xam materialni yarata olmaydigan bir insonning ahvoliga nisbatan aytganda aqlda mumkin bir ish. Masalan, u o'zi ko'tara oladigan bir toshni yo'tkab, keyin yana bir toshni yo'tkab, keyin yana birini yo'tkab deganda qilib oxirida bir binoni bitirdi desak, bino qurishga ishlatgan barliq toshlarni yiqqan vaqtda u inson bino qurilmasida jipslashib bir gavda bo'lib ketgan bu cho'ng toshni midiltishga albatta qudrati yetmaydi. Chunki midiltish uchun u inson o'zining kuchini besib tushadigan yana bir kuchga muhtoj. Ammo yaratquchi Xudo bo'lsa, hammani yaratishga qodir. Hammani yaratishga qodir va mutlaq kuchga ega bo'lgan ekan, uning kuchini hech nima yengolmasligi kerak. Biz yuqorqi koinot daliliga tushgan g'olliq deb qaralgan e'tirozlarga diqqat qilganimizda, mayli ilm-fan nuqtasidan bo'lsin yoki logikalik asosiy prinsiplar nuqtasidan bo'lsin, atizmchilarning koinot daliliga qarshi holda uning ilmiy asosi va logikalik qurilmasi haqida har turli urinishlarni qilib ko'rganligini ko'ramiz. Raddiyalar va javoblarni ko'rganimizda bo'lsa, mazkur dalilning logikalik hamda ilmiy asosining nihoyatda puxta va mazmun ekanligini ko'rib olamiz.